Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craft Zerik. Do'stlar, biz bugungi videoda hardcore 100 kun hardcore videosining ikkinchi qismini olamiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Mana do'stlar, biz shu joyga kelib qoldik. Do'stlar, endi men yo'qolmayman desam ishonasizmi? Qarang do'stlar, men shunaqa addon qo'shdim, qarang. Hozir ko'rasiz. Masalan, men uyimni belgilab qo'ymoqchiman. Mana shu yerga yozamiz. Uy deb. Bularni tushunmayman. Mana bu first letterga qo'yamiz. Buni xohlagan rangingizga qo'yishingiz mumkin. Masalan, menga yashil yoqadi. Bo'ldi, yashilga qo'yamiz va save ni bosishimiz bilan hoppa, tayyor. Bizning uyimiz belgilanadi. Mana. Qarang. Masalan, biz uzoqlarda yuribmiz. Masalan, bir sayohatga chiqdik. Uzoqdan mana bunaqa U harfi ko'rinib turadi. Ustiga olib borsak esa qancha metr va qayerligini ham yozib qo'yadi do'stlar. Juda ham ajoyib mod. Bu modni albatta men Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Shuning uchun albatta Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Ko'p hamda kerakli modlarni tashlab turaman. Endi men mana bunaqa hamma joylarni belgilab chiqishim kerak. Masalan, Nether uy bo'ldi, boshqa hech narsa topganim yo'q hozircha men. Do'stlar, bu videoda meni qiladigan asosiy ishim mana shu uyni olib tashlash. Bu menga uy yoqmadi, to'g'risi umuman yoqqani yo'q, chunki uxlash uchun, narsalarni ishlatish uchun birinchi qavatga, uxlash uchun ikkinchi qavatga, tomosha qilish uchun uchinchi qavatga, qarorchi umuman yoqqani yo'q bu uy menga. Shuning uchun bu uyni to'liq olib tashlaymiz va o'rniga o'zimizga chiroyligina uy qurib qo'yamiz do'stlar. Do'stlar, sizlardan uzr so'rayman. Men uyni olib tashlagan joyim videoga tushmay qolibdi. Men uyni boshda oddiygina qo'lda kirkada olib chiqdim. Bu juda ham ko'p vaqt olar ekan. Keyin esa o'zim tent yasadim va tentlarda olib tashladim. Oxirgi qavatiga kelganda esa ekinlarim payhon bo'lib ketdi. Va barchasini qaytadan qo'yib chiqdim va o'zimga bitta dipslaytdan uy qurib qo'ydim. Uncha chiroyli emas. Tomini quraman deb 2 soat o'tirdim. Va shunaqa gaplar do'stlar. Albatta uyni tomini qurmadim. U menga umuman yoqmadi. Do'stlar, mana rostakamiga 1 soat ketdi-yu, mana shu hech narsasi yo'q uyiga. Mayli, baribir shu uyni qurdim. O'zi mana bu yerlar payhon bo'lib buzilib yotuvdi. Bu yerlarni ham to'g'rilab qo'ydim. Buni polizga ham bir qaroramiz. Do'stlar, mana endi uyimiz biroz yaxshiroq bo'ldi. Endi nima qilamiz endi? Ana yerga sugarcane ekish kerak edi. Mana do'stlar, men o'zim instrumentlarimni ham yasab oldim. Endi tunni qanday o'tkazsam ekan? Endi Pure orqali ana yerga o'tib teleport qilib ketib qolsam ekan chonga to'g'ridan-to'g'ri. Do'stlar, men bir qarorga keldim. Endi Pure o'tib to'g'ri chonga uchamiz. Do'stlar, men shu yerdan shu tarafga qarab ketishim kerak. Do'stlar, keyin men konning ichida aylanib o'zimga kerakli rudalarni qazib yurdim. Ya'ni temir, olmos, shunga o'xshash rudalar. Do'stlar, men bu yerda zombi villager ko'rib qoldim. Endi o'zimga bitta chelak yasab, zombi villagerni olib ketishim kerak. Keyin uni oddiy villagerga aylantirib trade qilsak bo'laveradi. Do'stlar, mana men olib oldim. Mana bu zombi villagerni. Endi mana shu yerdan bir nima qilib bye. Do'stlar, menda 1,5 jon qoldi. Keyin o'zimga biroz non yasab oldim. Tayyor. Do'stlar, bular menga yordam berdi. Ikkita efeksini 3 kilga joni ham yo'q. Mana bitta to'liq efeksini 4. Qo'yil. Do'stlar, o'z navbatida uzoq kutilgan onlar. Ya'ni men villager olaman. Biz tashqariga qo'yib ketamiz. Assalomu alaykum. Qana oling. Mana do'stlar. O'zidan o'zi damlamasiga ham aylab ketdi bu do'stlar. Protection 2. Dispension 1.
Do'stlar. Mana biz olmosdan kiyindik. Endi esa buni nezrit qilamiz. Nezrit qilish uchun bizga nezrit upgrade kerak. Nezrit upgrade'mi? Qarabchi shunaqa narsa. Ha, biz endi full olmosmiz do'stlar. Instrumentlar olmos ko'pligidan ketmon ham yasadim do'stlar. Yo'q do'stlar, shunchalik ham charchaman deb o'ylamagandim-ku. Ha, mayli do'stlar. O'zimizga kerakli bo'lgan mana bu nima deydi? Villagerlarni olib kelib oldik. Bu yerdan albatta biroz tezroq qilishimiz kerak. Do'stlar, men biroz charchadim. Bastion. Ikkita sandiq, yerda pingvinlar. Nima? Yaxshi. Meni o'ldirishmaydi degan umiddaman. Oltin to'g'ri. Do'stlar, birinchi sandiqning o'zidan shunchalik omad. Temple yaxshi. Do'stlar, nimalar bo'lyapti men tushuna olmayapman. Ikkita. Mayli, yana biroz qidiramiz va qilsak ham bo'laveradi. O'zi hamma oltinlar yig'ilib turadigan joyi bor edi-da, mana shu yerda yana bitta joy. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Do'stlar, mana men pingvinlarni o'zini mana bunaqa joyga kira olmaydigan qilib o'rab tashladim bu yerni. Hozir meni o'ldirib qo'yay deyishdi. Bu yerga chiqib qarashim bilan mana bu yerda kamonchi turadi. Mana shu soatlar menga juda ham kerak. Sanab olsak. Mayli, nima ham yerda yo'q bo'lsa yo'q. Chunki bizda ikkita bor. Mana g'alashlarni olib ketishimiz kerak bo'lgan. Do'stlar, men yana bunaqa sandiq qoldim ichida. Albatta, baloyam yo'q. Men shunchalar boyman ketmanimni ham nezit qilaman. Endi nice. Endi bularga nima deydi, o'zini enchantlarni berib chiqamiz. Uning uchun ham 5 yil ketadi-yu. Mana bu kamonchi bilan, kitobchi bilan savdolashish kerak hali. Mayli, qilamiz uni ham do'stlar. Muammosi yo'q. Do'stlar, bizda ikkinchi kun. Do'stlar, bu ikkinchi kunda men barcha enchantlarni qo'ya oldim. Qaranglar. Bir chekkadan ko'rsatib beraman o'zingizlarga. Qani ketdik. Mana bu ikkalasiga qo'yman. Do'stlar, bunga meni anchagina vaqtim ketib qoldi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Bularni barchasi albatta siz uchun. Endi esa dragonni o'ldirishga ketsak ham bo'ladi. Ay yo'q. Tayyor do'stlar, dragonni o'ldirdik. Let's go. Do'stlar, meni kechirasiz. Elitrani olgan joylarim videoga yozilmay qolibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Unda davom ettiramiz. Do'stlar, men elitrani ham olib kelib oldim. Menga mana bunaqa effektlar berib qo'ydi.
Endi uyga ketishimiz kerak. Endi do'stlar biz nima deydi, mexanik fermalar quramiz. Mexanik fermalar. Temir ferma qura olmayman. Menda qishloq yo'q. Temir ferma qishloqni yonida qurilishi kerak. Mana bunaqa villager ferma, yana shunaqa fermalar. Короче, tak, ketdi. Stop do'stlar, shu joyda bizning videomiz ham tugaydi. Bu videoning keyingi qismi ham chiqadi. Unga tayyorgarlik allaqachon boshlanib yuborgan. Mana shu video chiqadi keyingi qismda. Barchaga xayr, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang do'stlar. Oldindan rahmat.